Assalomu alaykum. Malibu 1 3-pozitsiya avtomat korobka ishqibozlari uchun qop-qora Malibu 2014 ga 2015 sotiladi. Faqat naqd pulga sotiladi. Variantga, bo'lib to'lashga, qanaqadir moshinga almashishga to'g'ri kelmaydi. Naqd puli bor inson iltimos telefon qilib savdosini qilsa bo'ladi deb akamiz iltimos qildi. Videoni boshida shu narsani aytib o'tay dedim. Qora Malibu O'zbekistonga juda ham kam kirib kelgan. Aynan Malibu 1 to'g'risida gap ketyapti hozir. Mashinaning texnik holatlarini hammasini videoda aytib o'taman. Undan tashqari kommentariy atpisaniyasiga ham aytilmagan ma'lumotlarni yozib qoldiramiz. Birdan ko'rib telefon qilib savdolash imkoniyatingiz ham mavjud. Ahamiyat beramiz. Akamiz aytdi, farasiga belet qo'yilgan ekan. $350 ga qo'yilgan ekan. Mana shu farani o'zi liniya bo'lib shunaqangi chiroyli yonar ekan. Kechki payt ishlatib ko'rdik. Hozir ham kun yorug' bo'lishiga qaramasdan yoqqan vaqtingiz shunaqangi ko'chani zo'r yoritib beryapti. Xo'p, Nexon shinalarida. Shinaning holati o'rtacha akalar. Aytib o'tganimdek 3-pozitsiya, rangi qora, yil 2014 ga 15. 2014lari aqlliroq akalar. Bunda svetnoy tablosi bor. Undan tashqari korobkasi 2012-2013larga nisbatan aqlliroq ishlaydi, siltamaydi. Ustalarimiz juda ham yaxshi biladi. Buni korobkasi aqlliroq kelgan. Podlagonilari bor. To'liq shumka qilingan ekan, hattoki mana bu ichimlik qo'yiladigan joylarigacha shumka qilingan ekan. 4 ta eshigida shumka, tom shumka, bagaj shumka, krilo shumka. Xo'p, mashinamizga metan emas, propan gaz balon qo'yilgan ekan. Oldimiz qish. Qishda har yili bilasiz, metan muammo bo'ladi. Bunda esa xudo xolasa gazdan muammo yo'q. Undan tashqari bagajda kengligini ko'ryapsizmi? Juda ham keng. Bagajlarigacha shumka qilingan ekan. Mana. Xullas, mashinani texnik holati a'lo darajada ekan. Shu aytganimdek, svetnoy tablo. Yuqoriga ahamiyat beradigan bo'lsak, knopkalari o'chib ketmagan. Podsvetkalari hammasi joy-joyida. Ko'p Malibularda yurgani 100 ming yo 90 ming deydi. Lekin hozir ko'rsatgan narsalarim yo'q bo'ladi yoki da knopkalar o'chib ketgan bo'ladi. Bunda idealni turibdi hammasi. Narxini, aytilmagan ma'lumotlarni videoning ostida yozib qoldiramiz. Mashina juda ham yaxshi narxda. Akalar, 2014 da bunaqa narxga topavermaysiz. Ekranda burchakda yozib qoldirdim narxini. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kimda kim shunaqa Malibu izlab yurgan bo'lsa, mana shu videoni tashab qo'ying. 2014 ni bunaqa narxga hamma ham beravermaydi. Qayta aytyapman. E'tibor uchun hammaga rahmat.